Assalomu alaykum. Navbatdagi misolimizni birgalikda tahlil qilamiz. 4 ta sonni o'rta arifmetigi 8 9 ga teng. Boshqa 6 sonni o'rta arifmetigi 13 8 ga teng. Bu 10 ta sonning o'rta arifmetigini toping va birlar xonasiga tahlil degan savolni qo'ygan. 4 ta sonni o'rta arifmetigi qanday bo'ladi? 4 ta sonni yig'indisi. Xo'p, birinchi ishlaydi. 4 ta sonni yig'indisi. A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D. Shuni 4 ta sonni yig'indisini 4 ga bo'lsa, o'rta arifmetigi kelib chiqadi. Shu 8 va 9 ga teng ekan. Endi boshqa bir 6 ta sonni o'rta arifmetigi 13 va 8 ga teng. Boshqa bir 6 ta sonni yozamiz. Deylik. E F G H J K. 6 ta bo'ldimi? Shu 6 sonni yig'indisini 6 ga bo'lsam o'rta arifmetik chiqadi. Bu 13 va 8. Mana bu 4 ta sonni yig'indisini A4 deb belgilab olaylik-da. Va 6 sonni yig'indisini A6 deb belgilab olaylik. Shu yerdan A4 ni o'zini topadigan bo'lsak, 8 va 9 ni 4 ga ko'paytirib olamiz. 8 va 9 ni 4 ga ko'paytirib olsak, 35 va 6 chiqadi. Endi A6 ni topmoqchi bo'lsak, 13 va 8 ni ko'paytirsak 6 ga 82 va 8 bo'ladi. Endi bularni o'rta arifmetigini topish uchun nima qilamiz? 4 ta sonni yig'indisi ham bor, 6 sonni yig'indisi ham bor. Hammasini bir-biriga qo'shamiz. A10 chiqadimi shunda? Birga qo'shsak A10 hosil bo'ladi. 18 virgul 4. Mana shu qiymat chiqar ekan. Endi shuni ham o'rta arifmetigini topamiz ekan. Mana shuni ham o'rta arifmetig. Zerikib qolmaslik uchun boshqa ruchka olib, shuni endi 10 ta sonni o'rta arifmetik topish uchun 10 ta sonni yig'indisini bo'lish kerak 10 ga. 10/84 chiqadi. Son chiqdi. Shuni endi birlar xonasiga tahlil. Birlar xonasi degani mana shu. Mana birlar xonasi shu bo'ladi. Bu o'nlar xonasi. Bu 10 dan birlar xonasi, bu 100 dan birlar xonasi. Birlar xonasiga tahlil orqasiga qaraymiz. Orqasida turgan son 8 ni 5 dan katta bo'lganligi uchun bunga 1 qo'shib oladi. Yaxlitlaganda 12 bo'lib qolyapti mana. 12 degan javob A javob. Mana shuni ishlanadi.